Ana. Nima deysiz? Nima baqirishaqsiz? Maktab borasizmi? Men maktab bormaydim-ku. Endi borasan, pasportni topshirib. Pasportni topshirdim. Endi borasiz. Mayli dada, sizga qarshiligim yo'q. Kitoblar qara qol. Sotib oldingizmi? Mayli. Bichkam borasan. Endi yarım qo'li. Bitirishimizga yetasiz. Ana maktabga yo'lar ya. Mayli bir narsalarni bir narsa meni yetarli. Kitob bilan o'yinchilar qo'lqonima ketdi. Ketdik. Barakalla. Maktab endi qo'yadi. Bu nimaning ovozini bilaman. Skelet! Cho'chqa hangillayapti. Skelet. Belki skelet. Onu elimde tercih etmekten. Maktab doğdum. Anca zor konuştu. Karacı. Oy. Assalamualaikum Ustaz. Kechirasiz. Voy tog'i, ikkita bular nima bo'lgan? Ikkita zo'rmi? Sizin ismingiz-chi? Yetiluvich. Yetiluvich. Bo'ldi. Qani, bugun birinchi soat nima? O'tiryapman. Birinchi soat nima deyapman? Yo'q. Bu birinchi darsga qanday ikkinchi dars? Ya, birinchi darsga bormayapti. Qanaqa ustozsiz? Hamma birinchi soat matematikami? İngiliz tilimi kechirasiz. İngiliz tilida tam qaniydi? Mana o'qish daftar, mana ingliz tili daftarim. Mayli. Nima qilay bunga? Nima yozay? Xo'p. Nima endi men darsga? Misol berasizmi? Birinchi soat matematikani bilgandim. Qani kitobimda yozayman. Nechiga? 16 ga 11. Matematika mana yaqin. 16 ga necha dedingiz? 16 ga 11. Orada qanday yozayman? 16 bo'ldi, tushundimsiz? 16 qo'shuvma ayru 11. Ana endi barobar qaniydi? Barobar qan? Barobar qani? Barobar qayerda? Mana Bo'ldi do'stlar, jontimda men endi barobarni men bitib qo'ysam bo'ladimi? Mana shu barobar bo'lsin ustoz. Barobar javob. Ana endi barobar demak 5 chiqadi. 5 qani? Ana men bo'ldim. 2chilar bo'lmadinglar sizlar. 2chi. Qilyapsizmi? 2chi ajab bo'pti. Ustoz, mana to'g'rimi hozir? Men ko'ring, mana to'g'rimi? To'g'ri. Siz 5 qo'ydingizmi?
O ustoz 5 qo'ydi. O, men jitlama sanaman. Aslibekmi? Nima deysiz? O'qishdan she'rmi? Az aytib beraman. Qani qaraychi. Ne? İşte ko'rdim. Bu yerda bor ekan. Hozir. Bildim bo'ldi. Mana bir ekan, bir yo'q ekan. Iltak o'sha yerdan shunday yozilgan ekanda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Xo'p, kechirasiz, lekin men she'rni yodlamadim-da, kechirasiz. Bitta, she'rda, qo'shiqmidi? Qo'shaymiz aytingchi. To'xta, aytmay turing, partdan kirib ketyapti. Ayting. Ayt. Qani she'rda ayting. Nima? Bo'ldi, men ketdim. Sizda ustoz, garay. İkincisini eshitishga baxtim. Qilog'im. Bular oldi. O'ylagim. Voy o'ylaydi. Dadamga nima deyman? Nima deyishni bildim. Hozir ish taqlasam. Mayli, taqlataman. Kiraman. Dedi ustozimki, hozir aytaman. Ustozimni birov bankrot qilib ketdi, dani kambag'al bo'lib qoldi. Keyin shu ustozim, keyin maktab yopib jardi. Hozir menga ustoz nima deyman? Nima? Bir shapni nima maktabda qo'shdim. Kechirasiz dedim. O'rta maktabingga. Xo'p. Ustozimning ovozi she'rda nima eshitilyapti? Divan qilmasin hozir. Ustozimni otib o'ldiraman. To'g'ri. Qarashsam bilib qolisham menligimni. Qanday gashisham ekan. Buni kimga bilsam? Albatta yo'q. Hamma qo'lini ko'tarsa ustozimni bankrot qilmoqchiman. Meni qanday tanib qolasiz? Bo'ldi ustoz, bo'ldi. Xo'p. Mayli, endi o'rnatildimi? Yo'q, To'xta, musiqasini yig'ishtiringda. Menda bitta savol bor. Ustoz, mana qilchimga qarang. Hozir. Nima qilyapsan? Hozir ko'rasiz. Qani, bu yoqqa. Yo'q. Kecha. Hech qachon.